U yerda terlash, yoqimsiz hidlar bo'lmaydi. Yuvinib tozalanish kerak bo'lmaydi. Hech kim qaramaydi, hech kim charchamaydi. U yerda yomon so'zlar bo'lmaydi. Hech kim u yerda ishlash kerak bo'lmaydi. Hech nima uchun to'lov qilish kerak bo'lmaydi. Jannat bu siz dunyoda tasavvur qilishingiz mumkin bo'lgan har narsa. Siz istagan har bir narsa u yerda sizga faqat oliy sifatda beriladi. Hamma abadiy yashaydi va u yerda faqat xotirjam suhbatlar bo'ladi va jannat eshiklari ochiladi va jannat ahli jannat eshiklari tomon katta guruh bo'lib, to'p-to'p bo'lib borishadi. So'ng jannat darvozalari butunlay ochiladi va ushbu darvoza qo'riqchilari ulardan o'tayotganlarga qarata: "Sizga salomlar bo'lsin. Xush keldingiz. Tabriklaymiz. Siz go'zal sabr qilib, imtihondan yaxshi o'tdingiz. Shuning uchun kiringlar" deydilar. Siz uning ichida ko'zlar ko'rmagan, quloqlar eshitmagan va insonning tasavvuriga kelmagan narsalarni ko'rasiz.